Bismillahirrahmanirrahim. Anfal suresi Madinada nazil bo'lgan 75 oyat. Bu suraning asosliq maqsadi Badr urushining jarayonini bayon qilish orqali jihadning ahkomlari, g'alaba va mag'lubiyatning omillari qatorliqlarini bildirishdan iboratdir. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayat shafqatlik, to'limi mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey payg'ambar, sahobalarning sendan g'animatlar to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay aranglarni tuzanglar. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Allah yod etilsa dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan, har ishda Robbiga tayindigan kishilarla haqiqiy mu'minlardir. Ular namozni mukammal ado qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalarimizdan Alloh yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ularga Robbining dargohida yuqori martabalar, mag'firat va isil rizq bor. Ularning g'animat taqsimotiga norozi bo'lganlikdagi holi xuddi Robbingning seni o'z hikmati bilan uyingdan jihadga chiqargandagi holatga o'xshaydi. Halbuki mu'minlardan bir guruh odam jihadga chiqishni haqiqatan yoqtirmaydi. Ularga haqiqat oydinlashgandan keyinmi go'yo ular qarab turib o'limga haydalayotgandek haqiqat, ya'ni jihadga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi. O'z vaqtida Allah mushriklar karvini bilan mushriklar qo'shunidan iborat ikki guruhdan birining qo'linglarga o'tadiganligini va'da qilgan edi. Sizlar bo'lsanglar qurolsiz guruh karvonning qo'linglarga tushishini yoqtiratdinglar. Allah o'z so'zlari orqali haqiqatni o'ttirg'a chiqarishni, kofirlarning yildizini quritishni xohlaydi. Bunda qilish gunohkorlarning yoqtirmag'iniga qaramay, Allohning haqni mustahkam qilishi va botilni barbod qilishi uchundir. O'z vaqtida Robbinglardan yordam tilagan edinglar. Robbinglar sizlarga orqama-orqa tushadigan ming farishta bilan yordam beraman deb tilakinglarni qabul qilgan edi. Allah bu yordamni faqat sizlarga g'alabadan bishorat berish va ko'nglingizni orom topqizish uchun qildi. Yordam faqat Alloh tarafidan keladi. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. O'z vaqtida Allah sizlarni tinchlantirish uchun sizlarga yengil bir uyqu beg'ishlagan edi. Sizlarni poklash uchun, sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish uchun, qalbinglarni mustahkam qilish uchun, qumliqda qadaminglarni mazmut turg'izish uchun Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan edi. O'z vaqtida Robbing farishtalarga, men sizlar bilan billa mu'minlarni jihad maydonida mustahkam turg'izinglar. Men kofirlarning dillariga qo'rqinch solaman deb vahiy qilgan edi. Ey mu'minlar, qilich bilan kofirlarning gadallariga uringlar. Ularning put-qo'llarining hamma barmoqlarini chepib tashlanglar. Bu ularning Allohga va uning payg'ambariga qarshi chiqqanligi uchun edi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshi chiqadi ekan, Allohning uningga beradigan jazosi haqiqatan qattiqdir. Ey kofirlar, bu dunyoda sizlar mushundaq azobni tetinglar. Shaksizki kofirlarga oxiratda do'zax azobi bor. Ey iymon etganlar, sizlar to'plashib kelgan kofirlar qo'shuni bilan uchrashgan chig'inglarda ularga orqanglarni qilmanglar, ya'ni qochmanglar. Kimki u kunda qayta urushish yoki kuch to'plash uchun musulmonlar jamoasiga qo'shilish maqsadida emas, balki qichish maqsadida dushmanga orqasini qiladigan, ya'ni qochadigan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. Ey mujohidlar, Badr urushida ularni sizlar o'ltirmadinglar, balki Alloh o'ltirdi. Ey payg'ambar, bir siqim to'pini ularga otqaningda sen otmading, balki uni Alloh otdi. Allohning mundaq qilishi mu'minlarni go'zal in'omlar bilan sinash uchun edi.
Shaksizki Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Bu Allah'ның mu'minlarga qilgan yordamidir. Allah kafirlarning hiylesini cho'qim mag'lub qilg'uchidir. Ey kafirlar jamoasi, agar sizlar g'alabani tilasanglar, g'alaba allaqachon sizlarga qarshi kelib bo'ldi. Agar payg'ambarga dushmanlik qilishdan voz kechsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uningga dushmanlik qilishga yana qaytsanglar, bizmi uningga yordam qilishga qaytamiz. Qo'shuninglar ko'p bo'lgan taqdirdimi, u qo'shun sizlarga qilchilik asqatmaydi. Shaksizki Allah mu'minlar bilan birlidir. Ey iymon etganlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Sizlar o'qilayotgan Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Anglamay turib, angladoq degan kishilarni do'rimanglar. Shubhisizki, Allohning nazarida jonliqlarning eng yomoni aqlini ishlatmaydigan gasgachilardir. Agar Allah ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqiqatni anglatadi. Ularga anglatgan taqdirdami, ular yana haqiqatdan yuz o'rib bosh tortadi. Ey iymon etganlar, Allah va uning payg'ambari sizlarni baxtli hayotga erishtiradigan narsaga chaqirgan chaqda, sizlar uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Allah inson bilan uning qalbi orasiga to'salg'u bo'la oladi. Ya'ni uning dilini o'zi xohlagan tarafga burib etadi. Sizlar oxir cho'qim uning dargohiga yig'ilasizlar. Sizlar oranglardagi yomon ish qilib, o'ziga zulm qilganlarning beshiga kelish bilan cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Esinglarda bo'lsinki, o'z vaqtida sizlar oz edinglar. Makka zamonida bo'zaq qilingan edinglar. Kishilarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilsin deb Allah sizlarni Madinada makonlashtirdi. Badr g'azotida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga g'animatdan iborat halol narsalardan rizq berdi. Ey iymon etganlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Bilinglarki, sizlarning pul mollaringlar, bolalaringlar sizlar uchun faqatli bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida katta mukofot bor. Ey iymon etganlar, agar sizlar Allohdan qo'rqsanglar, Allah sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat va ilm ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah katta fazil egasidir. Ey payg'ambar, o'z vaqtida kafirlar seni tutqun qilish yoki o'ldirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun suiqasd planlagan edi. Ular suiqasd planlagan bilan Allah ularning suiqasdini barbod qiladi. Allah suiqasdlarni barbod qilguvchilarning eng yaxshisidir. Ularga bizning oyatlarimiz o'qib berilsa, ular biz bundoq so'zlarni burunmi anglagan edik. Agar xohlasak, uningga o'xshash so'zlarni albatta bizmi qila olaydik. Bu burunqilarning afsonalaridan boshqa narsa emas, dedi. O'z vaqtida ular, ey Allah, agar bu Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolag'in, dedi. Ey payg'ambar, sen ularning ichida turgan chig'ingda Allah ularga azob qilmaydi. Ular istig'for aytib turgan chog'dami Allah ularga azob qilmaydi.